Stress, asabni buzadigan holatlar yoki inson o'zini boshqara olmay qolishiga sabab bo'luvchi hodisalar barchaning hayotida yuz berib turadi. Mana shunday vaziyatlarda sizga stressni qariyb 70% ga kamaytirishga yordam beradigan terapiya 1800 yil avval o'ylab topilgan desam, bunga ishongan bo'larmidingiz? Ammo bu aniq haqiqat. Rimning eng so'nggi buyuk imperatori Mark Avreliy mana shu terapiyani o'zida qo'llash orqali butun boshli imperiyani boshqarishda o'zining kuchli tomonlarini yaqqol ko'rsata olgan. Agarda siz bu texnikani bilib oladigan bo'lsangiz, sizning ham eng stressli hodisalarda xotirjam bo'lishingiz va muammolarning yechimini xotirjam topishingiz anchagina oshadi va sizning samaradorlik ko'rsatkichingiz ham ko'tariladi. Agar bu mavzu sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Biz esa boshladik. Tasavvur qiling, Rim imperiyasi, katta urushlar, iqtisodiy inqiroz, xiyonatlar, siyosiy jiddiy tahlikali vaziyatlar. O'sha davrning eng buyuk imperatori Mark Avreliy qo'lida qo'l yozma tutib o'tiribdi. U jang, xiyonatlar, dushmanlar haqida emas, balki o'zining fikrlari haqida qayg'uryapti. Fikrlari ustida ishlayapti. U o'zining fikrlarini to'xtatib tahlil qilyapti. Fikrlar, emotsiyalar qayerdan, nimani oqibatida paydo bo'lganligiga e'tibor beryapti va undan so'nggina qandaydir bir harakatlar ketma-ketligini amalga oshiryapti. Bu bugungi hozirgi zamonaviy kognitiv terapiyaning asosi bo'lib xizmat qiladi va bu terapiya hozirgi psixologiyada qo'llanilishiga qaramay aslida 1800 yil oldin paydo bo'lgan va ushbu yo'nalishni tatbiq va targ'ib qiluvchi insonlar yangi stoitsizm yo'nalishini paydo qilishgan va ushbu yo'nalish bilan shug'ullanuvchilarni stoiklar deb nomlashgan. Ular qatorida kimlar bor? Mark Avreliy, Seneca, Epiktet. Ularning bari inson ongini so'zlar orqali, fikrlash orqali davolash mumkinligini yo'lga qo'yishgan. Tabiiyki savol paydo bo'ladi. Stoitsizm o'zi nima va uni hozirgi qaysi yo'nalish bilan taqqoslashimiz mumkin? Hozirgi davrda stoitsizm kognitiv behavioral terapiya CBT deb ingliz tilida nomlanadi. Rus tilida esa kognitiv поведенческая terapiya. Tarjima qiladigan bo'lsak, inson idroki xulq atvori terapiyasi degan tushuncha kelib chiqadi. Video davomida ushbu terapiyani KPT deb nomlaymiz. Demak, eslab qoldingiz. Ushbu terapiyaning asosiy yo'nalishi nimaga qaratilgan? Inson fikrlari uning his-tuyg'ulariga ta'sir qilishi va his-tuyg'ulari tabiiyki harakatlariga ta'sir qilishi ochib berilgan. Shunday xulosa paydo bo'ladi. Inson fikrlari o'zgaradigan bo'lsa, uning hissiyotlari o'zgarmoqda, hissiyotlari esa tabiiyki to'g'ri harakatlarga yo'nalmoqda va oqibatda inson hayoti o'zgarmoqda. Oddiyroq misol bilan tushuntiraman. Deylik, kim bilandir muloqot qilyapsiz va birinchi ko'rishayotgan insoni bilan sansirashib, ya'ni senlab murojaat qilib gaplashish kim uchundir normal holat, kim uchundir bo'lsa bu haqorat va bu faqatgina subyektiv xulosa natijasi bo'lishi mumkin. Subyektivga ham tushuncha berib o'tamiz. Subyektiv bu faqatgina sizga oid bo'lgan tushunchaning paydo bo'lishi. Xuddi hozirgi misolimiz kabi. Agar men uchun kimdir menga birinchi ko'rishganimizda sensirab muomala qiladigan bo'lsa, men buni haqorat deb qabul qiladigan bo'lsam, menda tabiiyki bu insonga nisbatan yomon va negativ emotsiyalar paydo bo'ladi. Ya'ni jahlim chiqadi. Agarda meni o'rnimda boshqa inson bo'ladigan bo'lsa va bu insonga sensirashib muloqotda bo'lish normal holatda bo'ladigan bo'lsa, mendan farqli, unda bu jahl chiqish holati kuzatilmaydi. Mana shunday subyektiv holatlar inson idrokida paydo bo'ladi va sizning munosabatingizgina sizda qanday emotsiya paydo bo'lishini ta'minlab beradi va tabiiyki mana shu emotsiyalar sizning harakatlaringizni shakllantiradi. Mana shu holatlarning bari stoitsizm, kognitiv-поведенческая terapiya yoki inson idroki xulq atvori terapiyasida ko'rib chiqiladi. Hozir esa biz buni yana ham chuqurroq o'rganib chiqamiz. Yuqorida aytilgan bugungi KPT aynan shunday fikrga tayanadi. Bizga yuz berayotgan voqeliklar emas, balki mana shu voqeliklarga bizning munosabatimiz og'riq beradi.
Bu fikrni faylasuf Epiktet ham ta'kidlab o'tgan. U shunday deydi: odamni tashvishga soladigan narsa voqelik emas, balki uning idrokimizdagi talqinidir. Xo'sh, bu ta'kidlanayotgan Epiktet o'zi kim degan savol paydo bo'lgan bo'lsa, u bilan ham tanishib o'tamiz. Epiktet qadimgi grek stoik faylasufi. U milodiy 55-135-yillar orasida yashagan. Tug'ilganida qul bo'lgan, lekin keyin erkinlikka chiqib, insoniyat tarixidagi eng kuchli ma'naviy ustozlardan biriga aylangan. Uning falsafalaridan bugungi kunda zamonaviy psixologlar va terapevtlar ham foydalanishadi. Uning falsafasi o'zi nimani o'rgatadi, undan biz nima foyda olamiz deydigan bo'lsangiz, quyidagi javobni taqdim etaman. Yuqorida aytilgandek, voqelikka munosabatimiz bu yerda asosiy hal qiluvchi rolni o'ynayapti va bu jarayonda bizning inson nazorat doirasi imkoniyatlari asosiy birinchi planga chiqmoqda. Ya'ni inson nazorat qilishi va nazorat qila olmasligi mumkin bo'lgan jarayonlar juda ham ko'p va ularning bariga qayg'urish ma'nosizlikdir. Bunda mantiq yo'q. Va bunday narsalarni biz ikki turga ajratishimiz mumkin. Birinchisi, men nazorat qila oladigan narsalar, ya'ni fikrlarim, munosabatim va harakatlarim. Ikkinchisi, men nazorat qila olmaydigan narsalar, boshqalarning so'zi, boshqalar tufayli hayotimizda yuz berishi mumkin bo'lgan voqeliklar, hodisalar, ob-havo va o'lim. Inson bularning faqatgina birinchisiga e'tibor qaratadigan bo'lsa, uning hayoti anchagina yaxshilashadi. Chunki faqatgina birinchisi bizning nazorat doiramizdadir. Epiktet boshqalarga qarama-qarshi fikrlarni ham talqin qilgan. Ya'ni uning uchun inson voqelikni boricha qabul qilishi bu kuch belgisi. Boshqalar uchun esa o'sha davrda bu zaiflik belgisi bo'lgan. Ya'ni mening atrofimda paydo bo'lgan reallik bu shu bor reallik. Uni boricha qabul qilishim bu mening kuchli insonligim belgisi. Uni boricha qabul qilib, uni inkor qilish esa bu zaiflik belgisi deya talqin qilgan. U bizga har kuni fikrlarni tahlil qilib analiz qilishni o'rgatgan. Ya'ni mening miyamda paydo bo'lgan fikr o'zi qayerdan paydo bo'ldi? Bu haqiqiy, to'g'ri, obyektiv, nazariy tushunchammi mening yoki shunchaki mening miyamda paydo bo'lgan mening talqinimmi? Xuddi bir sensirab yoki sizlab muomala qilgan insonlarga bizning munosabatimiz haqida misol keltirganimizdek, unda ham xuddi shu tushunchani formulaga solish nazariyasi shakllangan. Aynan shu kabi butun boshli stoitsizm yo'nalishida stoiklarning bari mana shu formulaga asosan fikr yuritishgan. Ya'ni avvalo fikr, hissiyot va hayot. Ya'ni fikrlar, dunyoni qabul qilishim o'zgaradigan bo'lsa, mening hayotim ham o'zgaradi. Va bu stoitsizm yo'nalishi bizga quyidagi narsalarni anglashga yordam bergan. Bular avtomatik o'z-o'zidan bizning talqinimizda paydo bo'lgan fikrni tanish, asossiz xulosalarni ajratish, voqeaga to'g'ri ma'no berish, bor narsani borligicha qabul qilish, odamni ezuvchi qo'rquvni nazorat qilish. Bularning bari bugungi butun boshli psixoterapiyaning asosidir. Xo'sh, hozirgi reallikni men boricha qabul qiladigan bo'lsam, bo'ldimi deyotgan bo'lsangiz, yo'q. Aslida bizni stressga soluvchi yana bir narsa bor. Hozir paydo bo'lgan voqeliklar bizning kelajagimizga qanday ta'sir qilishi. Ya'ni buni oddiyroq qilib qadimgi faylasuf Senekaning so'zlari bilan tushuntirishim mumkin. Biz hali sodir bo'lmagan narsadan qo'rqamiz. Seneka o'zi kim deyotgan bo'lsangiz, u bilan ham tanishtirib o'tamiz. Zero uning ishlab chiqqan nazariyalari va fikrlari ham bizga juda ham foydali bo'ladi. Seneka neyron davrida yashagan. Har kuni xavf, har kuni ishonchsizlik. Shunday muhitda u odamlarga tinchlik berishni o'rgangan. Seneka rimlik stoik faylasuf, davlat arbobi va yozuvchi. Miloddan avvalgi 4-yildan milodiy 65-yilgacha yashagan. Uning asosiy g'oyasi odamni azobga soladigan narsa
voqea emas, unga bergan ma'nosidir. Senekaning bugungi kunga qadar eng mashhur fikri bu inson o'zining fantaziyasidan ko'proq azob chekadi, voqelikdan emas. Ya'ni hozir qandaydir bir voqelik yoki hodisa yuz bergan bo'lsa, bizning miyamiz avtomatik shaklda kelajakka o'tib ketadi. Hozir bo'layotgan narsalar kelajakda meni mana bu qo'rqinchli nuqtaga olib kelib qolsa-chi degan xavotir fantaziyaning o'zida paydo bo'ladi va shuning oqibatida bizda stress paydo bo'ladi. Aslida normal holat, chunki miyamizda genetik shakllanib bo'lingan mana shunday fikr formulasi bor va bu formulaga insonni o'zini o'zi saqlash instinkti javob beradi. Ya'ni inson o'zini o'zi saqlash instinktiga ko'ra, siz qandaydir bir noma'lum hali hayotingizda bo'lmagan nuqtaga yetib kelsangiz, birinchi bo'lib miyangiz sizga bu holatning qanchalar qo'rqinchli va dahshatli bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Oddiygina misol bolaligimizdan keltirishim mumkin. Tasavvur qiling, siz qorong'uxonaga kirib qoldingiz. Ko'z oldingizga birinchi bo'lib nima kelgan? Babaqala, qo'rqinchli qanaqadir bir monster yoki hayvonlarni oddiy turgan narsalarda ko'rishni boshlaysiz. Nima uchun? Chunki miyamiz bilmaslik nuqtasida qo'rqinchli narsalarni ko'rsatadigan bo'lsa, u o'zini xavfsizroq his qiladi, chunki siz ehtiyotkorroq bo'lishni boshlaysiz. Va mana shu formulaning o'zi bizning fantaziyamizni kelajakka hali yo'q narsalarga stress holatigacha olib borishi mumkin. Xo'sh, bu tushunchalarga biz Senekaning o'zini gaplari bilan qanday osonroq ta'rif berishimiz mumkin? Qo'rquv bu voqelik emas, bu tasavvur, ya'ni fantaziya. Agar fikrni o'zgartirsang, qo'rquv ham ketadi. Kutilmagan muammoni katta qilib yuborish bu insonga xos bo'lgan hislatdir. U insonga hissiyotni ayblama, uni kuzat deb o'rgatgan. Qanday hissiyot bo'lishidan qat'iy nazar, uni kuzatish, anglash kerak. U shunday deydi yana: bizning qiyinchiliklarimiz bizning yong'oq po'choqlarimizdir. Ularning ko'pi haqiqiy emas, puch, ya'ni bo'sh bo'ladi. Bu toza kognitiv qayta ishlash deb ta'riflanadi. Ya'ni kognitiv idrokimizda, aqlimizda, ongimizda sodir bo'layotgan narsalarni boricha analiz qilish. Mavzuning aynan shu nuqtasida biz yana Mark Avreliyga qaytamiz. Eslatib o'taman, u Rimning eng so'nggi buyuk imperatori va uning ong amaliyotlari hozirgi kunga qadar aktualdir. U qanday davrda hukmronlik qilganligiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, uning amaliyotlari naqadar foydali ekanligini bilib olishimiz mumkin. U hukmronlik qilgan davr xiyonatlar, urushlar va vabo kasalligi bilan bog'liq bo'lgan. Uni taxtdan ag'darish uchun deyarli har kuni harakatlar bo'lgan. Va mana shunday vaziyatda u berkinish yoki hammani qatag'on qilishdan ko'ra, balki ongini analiz qilish, o'rganishni yuqori o'ringa qo'ygan va Razmishleniya kitobini yozgan. Tarjimasi fikrlash, mulohaza qilish yoki tahlil qilish. Mana shu kitobdan biz quyidagilarni anglay olamiz. Bu kitob qonuniy hujjat emas. Bu uning hayotiy kundaligidir. Unda Mark Avreliy har kuni qiladigan kognitiv amaliyotlar yozilgan. Fikrni yozish, fikrga yangi ma'no berish. Agar voqea seni ranjitsa, bu voqea emas, balki sening bu voqeaga berayotgan bahoyingdir. Kuzatish amaliyoti. U har bir hissiyotni kuzatgan. Bu qaysi fikrdan keldi deb har bitta his-tuyg'ulariga savol bergan. Nazorat doirasi. Mening qo'limda bo'lgan narsani qilaman, qolganini esa boricha qabul qilaman deb yozilgan kitobda. Bu texnika bugun ham eng kuchli antitrevojniy metod, ya'ni eng kuchli xavotirga qarshi metodikadir. U o'zini o'zi tarbiyalashda, voqeliklarga qayta ta'rif berish, emotsiyalarni boshqacha talqinda tatbiq qilishga e'tibor qaratgan. Uning kitobida shunday satrlarni ham ko'rishimiz mumkin. Boshqalarga ko'p qayg'urma, ular ham sen kabi inson. Ya'ni har bir insonda bir xil holatlar kuzatilishi mumkin. Ya'ni oddiyroq tushuntiradigan bo'lsam, shunday fikr va xulosa paydo bo'ladi. Deylik, kimdir sizga yomonlik qilyapti yoki kimdir umuman boshqa sizga notanish insonga yomonlik qilayotganini ko'ryapsiz. Sizda birinchi paydo bo'ladigan fikr nima bo'lishi mumkin? U iflos inson, u yomon inson, o'shanga u shunaqa qilyapti. U shunchaki shunaqa tug'ilgan. Yo'q, unday emas, deya Mark Avreliy tushunchalarini
to'g'ri yo'naltirgan. Ya'ni bu inson o'shanaqa iflos harakatlar ketma-ketligini bajarishiga nima sabab bo'lgan? Tug'iliboq hamma yomon yaxshiga ajralmaydi. Inson bir xil tug'iladi, bo'mbo'sh aql va ong bilan tug'iladi. Insonni yaxshi yomon qiluvchi asosiy omil nima deya o'zidan so'ragan. Bu uni atrofidagi muhit, atrofidagi insonlar. Agar uni tug'iliboq yomon muhitga, yomon odamlar davrasiga tushib qolganligini men anglaydigan bo'lsam, bunga yomon inson bilan qilingan muomalani emas, balki rahmim kelgan muomalani qilishim kerak. Axir u ham o'sha muhitda tug'ilganligiga yoki o'sha insonlar davrasida tug'ilganligiga aybdor emas-ku. Demak, u o'zi qilayotgan ishlarda aybdor emas, lekin harakatlar ketma-ketligida javobgarlik bo'lishi kerak. Lekin bunda men unga negativ jahl bilan munosabatda bo'lishim vaziyatni hech qanday oydinlikka olib kelmaydi. Shunchaki unga rahmdillik, achinish bilan, normal, xotirjam emotsiya bilan o'zimda yechim topishim kerak. Yana ham chuqurroq, oddiyroq aytadigan bo'lsam, unga biz jahl bilan munosabatda bo'lishimizdan ma'no yo'q, faqatgina o'zimizning asabimiz ketgani qoladi. Lekin unga rahmdillik, achinish bilan qaraydigan bo'lsak, biz o'zimiz xotirjam holatda bo'lamiz. Mana ma'no nimada? Ko'pchilik insonlarda esa bunday fikrlash imkoniyati bo'lmagan. Ular hamma kabi, ko'pchilik kabi fikrlagan. Yomon ishlar qilyapti, demak unga jahl bilan munosabatda bo'lishim kerak. Vaholanki unga jahl bilan munosabatda bo'lishim, unga jahlim chiqishi faqatgina menga zararligi haqida hech kim o'ylamagan. Ya'ni qanday xulosani biz olishimiz mumkin? Bu xulosani Epiktetning so'zlari bilan ayta olaman. Agar inson onga qul bo'lsa, u o'zi ham qulga aylanadi. Inson onga kimga qul bo'lishi mumkin? O'ziga, o'zini his-tuyg'ularini, fikrlarini, qarorlarini, xatti-harakatlarini, fe'l-atvorini boshqara olmaydigan inson o'z onga quliga aylanadi. Epiktetga qaytamiz. Uning nazariyasi bugungi zamonaviy psixologiyada ham qo'llaniladi. Ya'ni biz yuqorida aytib o'tgan KPT, kognitiv xulq-atvor terapiyasining asoslaridan biri. Uning 3 ta asosiy g'oyasi bor. Bular haqiqat va fikrni ajratish. Voqea va voqelik bu fakt. Fikr esa mana shu faktga sening talqiningdir. Yuz bergan voqeliklar haqiqatan ham shunchaki fakt. Siz faktni, bo'ldi, borliqni oldiga tushib qoldingiz. Vaholanki uni qanday qabul qilish, unga nisbatan qanday fikrlar sizning miyangizda paydo bo'lishi bu sizning talqiningizdir. Unga asabiylashish yoki asabiylashmasligingiz, stress qilish, siqilib qolish va hokazo hammasi faqatgina sizning qo'lingizda. Emotsiya fikrdan tug'iladi. Ya'ni sizda paydo bo'layotgan jamiki his-hayajon, tuyg'ular, asabiylashish, soch oqarishi yoki asab tolalari yo'q bo'lishiga sabab bo'ladigan jamiki emotsiyalarning bari sizning o'zingizda tug'iladigan emotsiyalardir. Va bu emotsiyalar sizda paydo bo'ladigan, sizning xulosangizdan tug'iladigan fikrning mahsulidir. Agar fikr xatoli bo'lsa, hissiyot ham og'riqli bo'ladi. Biz 3-g'oyaga o'tamiz. 3-g'oya shunday. Qabul qilish zaiflik emas, u kuch. Bu bilan odamni ortiqcha jangdan, ortiqcha ruhiy charchoqdan asragan. Mana shu 3 ta g'oya stoitsizmning, stoiklarning va bugungi KPTning asosidir. Yana bir misol. Mana shu stoiklar, stoitsizmning formulasini tushuntiradigan bo'lsam, siz hozir ekranlar orqali meni ko'rib turibsiz va meni qanday ko'rib turganligingiz bu siz qabul qilayotgan reallik. Lekin stoitsizm formulasiga asoslanadigan bo'lsak, siz hozir ko'rib turgan realligingizni chuqurroq analiz qilishingiz mumkin. 100% ishonch bilan men hozir suratga olayotgan reallik voqelikda kamera borligini tahlil qilib bilib olishingiz, chiroqlardan foydalanilayotganligini anglashingiz mumkin bo'ladi. Vaholanki kadr ortida nima borligini, ya'ni ichayotgan suv borligini va u sizdan berkitilganligini yoki yana boshqa ko'plab narsalar aslida kadr tashqarisida ekanligini analiz qila olishingiz mumkin. Va meni oldimda hozir aslida siz emas kamera turganligini anglashingizning o'zi ham mana shu formulalarning asosini tushuntirib beradi. Voqelikni boricha anglab qabul qilish.
Yana bir asosiy foydali nuqtalardan birini ham aytib o'taman. Stoitsizm o'zi jamiyatga, insonlarga qanday foyda keltirdi degan savol paydo bo'lishi mumkin va men bu formulalarning bari menga nima foyda beradi deydigan bo'lsangiz, foyda berishi aniq fakt, chunki bu 2000 yil oldingi insoniyatga foyda bergan. Barcha holatlarda biz tarixiy misollar keltirishimiz bizga asosiy eng foydali nuqtani ochib beradi. Deylik, qo'pol qilib tushuntiradigan bo'lsam, hozir 100-yilni muhokama qilayotgan bo'lsak, 100-yilda bo'lib o'tgan narsalar 200-yilgacha qanday foyda olib kelganligini biz aniq o'sha tarixiy manbalardan bilib olishimiz mumkin. Hozir esa stoitsizm jamiyatga qanday foyda keltirganligini ko'rib chiqamiz. Stoitsizm Rim jamiyatining o'zidayoq katta muammolarni hal qildi. Jamiyatdagi xavf va terror hissini kamaytirdi. Insonlar qo'rquvsiz fikrlay boshladi. Muammoni katta qilmaslik, pashshadan fil yasamaslikni o'rgandilar. Boshqaruvchilar, ya'ni rahbariyat, xuddi KPTdek mulohaza shaklini o'zida paydo qildi. Mark Avreliyning xiyonatlar oldida sokin qolishi shuning natijasidir. Odamlar muammodan qochmasdan fikr orqali uni yechishni o'rgandilar. Jamiyatda emotsional barqarorlik oshdi. Falsafa birinchi marta oddiy odamga amaliy foyda berdi. Bu falsafa elita yoki yuqori tabaqalilar uchun emas, balki har bir inson uchun yozilgan edi. Shu bilan u Yevropa fikrlashini 2000 yilga yo'naltirib yubordi. Xo'sh, bu videodan biz umumiy qanday xulosalarni chiqarishimiz mumkin? Har bir og'riq voqeadan, voqelikdan emas, uning ma'nosidan kelib chiqadi. Bizning talqinimizdan kelib chiqadi. Agar fikr o'zgarsa, hayot o'zgaradi. Tinchlik tashqi dunyodan emas, ichki tartibdan boshlanadi. Nazorat qila olmagan narsaga kuch sarflash behuda. Baxt fikr bilan ishlash mahoratidir. Bu stoiklarning va stoitsizmning bugungi KPTning asosiy g'oyasidir. Stoiklar bizga hayotimizni yengillashtiruvchi quyidagi texnikalarni berdi. Ya'ni fikrni analiz qilish, emotsiyalarni tahlil qilish va bizda nimadir, qandaydir harakatga undovchi hissiyotlar, harakatlar, fikrlar paydo bo'ladigan bo'lsa, aslida ularning manbasi kelib chiqishi qayerdan ekanligini anglashimiz lozimligini o'rgatdi. Bu birinchi navbatda tarixda isbotlanganidek inson hayotini yengillashtirdi. Agarda siz ham hayotingizni yengillashtirmoqchi bo'lsangiz, shunchaki yuz berayotgan voqeliklarni to'g'ri qabul qilishni o'rganing. Aslida to'g'ri fikrlaydigan bo'lsak, hayotimizda dahshatli yoki qo'rqinchli hech narsa yuz bermayapti va yuz berayotgan voqelik hodisalarning bari qachonlardir qilingan voqeliklarning, ya'ni xatti-harakatlar algoritmining natijasidir va buni boricha to'g'ri va to'liq anglashimiz hayotimizni yengillashtiradi. Ushbu videorolikda keltirilgan barcha fikr, fakt va tarixiy misollar manbalarini bemalol izohlarda o'qib o'rganishingiz mumkin. Agarda qaysidir mavzu sizga tushunarsiz bo'lib qolgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring, biz kommentariyalarda sizga javob qaytaramiz, balki mana shu sizni qiziqtirgan savollarga videorolik orqali to'liq talqinda javoblarni ham taqdim etamiz. Shunday ekan, kommentariyada aktiv bo'ling, savollarni yo'llashdan qo'rqmang, men ularning barini o'qib chiqaman va iloji boricha bariga javoblarni mana shunday videoroliklarda yoki kommentariyalarning o'zida taqdim etaman. Albatta akkauntga obuna bo'lishni ham unutmang, chunki keyingi videoroliklarimiz yana ham qiziqroq bo'ladi. Videoroliklar davomida biz shayton psixologiyasini ham o'rganib chiqamiz. Lekin buning uchun siz kuzatishda davom etib obuna bo'lgan bo'lishingiz shart. Videorolikdan siz bittagina nimadir foydali narsa ola olgan bo'lsangiz ham like bosib qoldiring. Nechta insonga birgina omil bilan bo'lsa-da foydali bo'lganligini mana shu likelar sonidan bilib olishimiz mumkin. Va bu videoni albatta 24/7 doimiy tahlika, xavotir, panika qiladigan odamlarga jo'natib qo'ying. Albatta ularga ham foydali bo'ladi. Salomat bo'ling.